Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bunday buqacha kommentariyada o'qidimda akalar. Muhammadjon aka bilan Ahror akadan qachon chiqarasiz deb boya bir kishi yozgan ekan akalar. Mana inshaalloh niyatlaring xolis ekan yetib keldik. Jigarlar, Xudo xolisa hafta kuniga 4-aprel barchalaringga Sayyidul ayyom, juma ayyomi muborak bo'lsin deymiz. O'tib ketgan bo'lsa ham akalar, Xudo xolisa videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar. Muhammadjon akamning xonadonida faqat narxlar yengil, bomba bo'ladi akalar. O'zlaringdan qolar gap yo'q. Bir qator screenshot qilish uchun ko'rsataman akalar. Xudo xolisa ma'qul kelib qolsa, bemalol ekran ostidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sahna ortida qahramon ko'p deydi-ku, sahna ortida bularda ham nima desa bo'ladi? Horib mehnat qiladigan insonlar bor akalar. Xudo xolisa ularda ham nomerlari qo'yiladi. Birinchi telefon qilib baq. Muhammadjon ya Bahodir aka, otangizga rahmat. Mana shunchalik mehnat qilib, garantiyalarni berib, shu jonivorlar Alloh bergan ne'mat, chorvachilik halol kasblardan biri. Va shunaqa qilib qarab bizga yetkazibsiz deb ko'ngillarni olib savdo qilsalaring kim erimaydi akalar. Xudo xolisa narxlarni yengil qilib beradilar. Qo'ldan kelgancha buyog'i endi narxi hozir kecha kunduziga bozorga nisbatan 1 million arzon bo'ladi demaymiz. 300, 400, 500 ming, 600, 700 minggacha arzon bo'ladi. Lekin qo'ldan kelgancha plus eltib berish xizmatlari, mana bunday kavish qaytarib turgan, og'iz burni toza, sihat salomatligi joyida mollarda sizlarga kafolatli ravishda yetkazib borish. Akalar, videoni o'tkazmasdan bittadan shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaring, like, obuna tugmalarini bosib, kommentariyalarda otangga rahmat degan so'zlarni yozib qoldirib, akalar, bosib tashinglar, yurakchalar, gullar, qizartirib bosib tashinglar, xudo xolasa akalar. Qo'ldan kelgancha narxlar bomba bo'ladi. So'z navbatini Muhammadjon akamga beramiz. Aka, assalomu alaykum obunachilar. Oybekjon, yaxshi kelib oldingizmi? Aka, sog'lig'ingiz joyidami? Tanjallar sog'mi? O'zingiz. Rahmat. Ahvolingiz yaxshimi aka? Nimaga xomishsiz? Uxlaganim yo'q to'g'risi. Joningiz sog', bilinib turibdi, qovoqlaringiz osilib ketibdi-da aka. Akalar, mehnat, horib mehnat qilib, mana shu jonzotlar hozir aytib o'tdik-ku. Xudo xolasa bir qator ko'ringlar, so'z isboti bilan bo'ladi. Aka, qayerdan boshlaydi? Mana kichkinasidan boshlaymiz. Yedishchisi nima bo'ldi Muhammadjon aka? Yedishchisi sinovdan o'tdi. 5 tasini kecha olib keldik, qolganini bugun ertalab olib keldik. Akalar, 5 tasi kecha kelgan ekan, qolgani bugun ertalab kelibdi, lekin mollar chehrasi yaxshi. Xudo xolasa hammasi yeb ichib, saqchin chaynab turibdi. Endi 1 kun yarim keyin damini olsa bular ham o'zimizdan qiyos. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi aka. Yaxshi boshlardik unda biz. 4 tasini bitta aytamiz Oybek. 4 ta kichkintoylar bir sahnada. Raqamlar bir kun jam bo'ldi deyshadi aka. 84 sm ekan. 84 dan 1 2 3 varoqlab hop 4 tasi. Mashalloh akalar, ko'ringlar. Qachaladi sultonchalari-yu. Xudo xolasa gapiring aka, narxi. Bir kishilik. Xudo xolasa. 84 dan bu ham shunaqa chiqsa kerak, 85 atrofida. Bu ham shunaqa ekan, 83 84 shunaqa. Xo'p, 7 million 700 mingdan bir joyga kamini qilib beramiz Oybek. 7 million 700 ming so'mdan akalar, mana aytilyapti 7 million 700 dan deb. O'shanda mana hammasi bir joyga bo'lsa akalar 7 million 700 ming so'mdan baraka. Endi o'zlaringdan qolar gap yo'q-da akalar. Mana shu narsa bor, misol uchun bu yomon demoqchi emasmiz, ozg'irroq. Misol mana unga nisbatan ko'ringlar. Shunaqa. Endi mana uni tig'iga nisbatan buni tig'i pastroq. O'shanda birini qo'yig'i, birini suyug'i hisobiga. Agar ichida bitta mana shu bor, sal ozg'irroq. Qolgan uchalasi tetik. Orqalari ham yaxshi, hammasi. Orqalari asli hammasi ham yaxshi. Mana shu ozgina ozg'irroq variant ekan, xolos. Shunaqa. 7 million 700 dan aka, narxlar zo'r. Otangizga rahmat. Xolasa kamini qilib beramiz, chiroylilab. Bo'ladi. Jigarlar, keyingilarni kuzatib borishdan mumkin. Mana bunday badani toza mollar ko'ryapsizlarmi akalar? Oybek 85 dan ha deng. Hop, 85 dan. Ha, mana 2 shvet. Mana shvetda qo'tirib boraman, tuk chiqyapti, allaqancha bo'lib. Mana ko'rsatib ham qo'yavering mana. Akalar, bu tuzalgan. Lekin saqchin chaynab turibdi. Ha, hamma mana eshitinglar akalar. Chap saqchin chaynab turibdi. Kango degan. Yaxshi. Kangolarni chaynab turibdi. Aka, ha, reklama ketdi bu yerda kango. 2 bo'ldi. Manasi 3. Hop. Manasi 4. Varaqlaymiz. Hop, 4. Oldilarga e'tibor beringlar. Bekarga varaqlatib ketganimiz yo'q ekan. Manasi 5. 5 tasi, 5 tasi. aytlar ekan jigar. 85 dan 90 gacha olishi, bittasi 85 chiqadi, qolganlar hammasi 90 plus minus. Bittasi 85, qolganlar hammasi 90 plus minus. Hop. 8 million 600 mingdan bo'lsa kamini qilib beramiz. 8 million 600 ming so'm
kami bo'ladi. Ha, mana nimaga unaqa deyishlari mumkin? Bularga nisbatan sal kichkinaroq. Lekin tig'i bor bo'zak. O'zi bilinib To'g'risi, turibdi ha. videoda. Mol boqib yurgan odam tushunadi. Akalar xudo xolasa ko'rib bilsalar kerak u. Iliklarini o'zi qomati aytib turadi. Shug'ullangan sportsmenlarga o'xshab. Zoti tozaligi Zoti toza. Yaxshi narsa ekan lekin aka Ha. qo'lcha. Hamma mollaringiz birorta kalta bo'g'im ko'rmadim. Xudo xolasa Ozg'ini yaxshi. bor, lekin hammasi pachchasi uzun ekan aka. Hop, Oybek 89. Hop 89. Uchtasi. Hop 90 plus minusdan olishaversin uchalasini. uchtasi. Hop. Ha, ke jonivorim biroqchi. Mana shu uchtasi. Hop. Uchalasi. Gap- Uchovi ham xil bo'zaklar. Hop. 9 million 200 demayinda 9 million 100 dan kamini ham qilib beraman bir joyga. Mashalloh akalar, lekin mol. Uchalasi xil. Shuni orqasiga o'taman. Pachkaligini ko'ringlar akalar. Shunaqa. Ishda pachka turibdi, ishonavering. Bosh qismlari ham, orqa tomonlar iliglar hamma yog'i xil bo'zaklar. Uchalasi. Valloh yomon emas, holati yaxshi. Imkon qadar xillab juplab olib keldik endi. Otangizga rahmat. Qo'ldan kelgancha deydi-yu. Xo'p, bular 9 million 100 dan kami Mana bor. shu ana shu oq ushlaganlar ham korpusi butun Ha, ekan. badani ham yaxshi, hammasi orig'i yo'q bular. Pachkalik yaxshi, o'zi qo'polligi bilinib turibdi. Shunaqa. Yaxshi aka. Bu nechtasini bitta aytamiz keyingisini ayting. 5 tasi, Oybek. Bo'ldi akalar, mana shu 5 tasi bitta baho aytiladi. Ko'ringlar, o'zlaringiz uchun ajratib bilib turinglar, jigarlar. Shuning uchun oldindan so'rab qo'yibman. 93 dan 95 gacha olishaversin. Uzoqdan ham olib beryapman. 93 dan 95 gacha. gacha akalar. Ha, 96, 97 ham chiqadi. 95 ga olishaversin. Shu kattalar. 93 dan 95 gacha. 9 million 500 dan kami bor 5 tasi. Otangizga rahmat aka, bor ekansiz. Mollar lekin o'ta go'zal, xudo xolasa. Nima deysizlar? Mollar narxiga. Mehnat Hoji aka qilib keling. olib kelgan insonga avvalambor rahmat. Mana bunday insof bilan narx qo'yib aytayotgan akalar yana bir bor rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin akalarim. Xudo xolasa mana shunday insof bilan ish qilib akalar, xudo xolasa bu nima deydi buni? Akalar, Alloh taolo har bir ishda baraka berishiga bog'liq-da. Baraka nima bilan? Ko'p pul topishingiz bilan emas, kam pulda ko'p narsaga yetishiga akalar. Mendan yaxshi bilasizlar, endi eslatma haligi fikr xayol kelib, ha, Allohga shukr deyish uchun bir bor eslatma. Aka, mana bitta adashgan endi bu men ishqibozchilikka zotiga boqaman deydigani, ha. Endi kimdir ishqibozchilikka boqadi. Bo'yi men ham boqaram aka, narx to'g'ri. Shunaqa 1.5 og'bag'ida. Ha, 1.5 oyoq. Lekin mana bo'yinlar ham yemlangan buqaniki bor-ku. Unda bitta qaratingchi, xo'p. Vallahi qarating bo'ldi. Mashalloh akalar. Bo'ldi, kalla boshlarini ham ko'ringlar. Mana kalla bosh ko'ryapsizlar. Xudo xolasa. Hamma tomoni. Mana korpusi ham yomon emas. Mana qisqasi mol bo'ladigan narsa. Shunaqa. Endi kimgadir narxi ma'qul kelib qolsa, shuna kalla bosh, shuna ko'rsating. Oybek, uncha Qirg'iziston paroda shvedlariga dam beraveradi. Choyni ichirib yuboraveradi. Bo'ylari ham yaxshi ekan haqiqatan. Bu ko'chat, ulangan ko'chat sindirib qo'ymasin. Oyoqlari yo'q, orqa oldi, uzunligi, hamma yog'i. Akalar, Endi mol bo'lsa shunchalik kelishgan bo'ladi. Ko'p maqtamayin. mol bo'lsa shunaqa bo'ladi. Ha, Ortiq. shunaqa. Yaxshi narxini bitta eshitaylik. Oybek 16 million so'mga sunnatiga o'tib beraman, ko'p emas. Men ham talashib tortishib oling, ha. Tushunarli. Kelishtirib beramiz. Akalar 16 million so'm Ishqiboz olaversin buni. kami bor deb narx belgilandi. Agar ishqiboz bo'lsa majbur emas, yo shuncha narxda arzon qo'yib buni bunaqa qo'yding. Akalar, har bir narsani o'zini qiymati bor. Shunaqa. Bu misol kimgadir ma'qul kelsa telefon qilinglar. Ma'qul kelmasa, haligi bo'lmasa gaplarda keragi yo'q. Ha, bozorda ham berib qo'ymaydi, chiqib Yo, endi ko'rsaversin. aka, insonmizda Ford bor-ku. to'g'ri, insonmiz, shuning uchun biroz ta'kidlab qo'ysam, inson baribir o'ylaydi-da. Siz biroz menga gap gapirsangiz, men tafakkur qilaman, o'ylashni boshlayman. Aslida siz aytgan gapni bilaman, lekin bir bor yana o'ylab ko'raman. Shuning uchun akalar ta'kidlab qo'yapmiz. Zot boqadigan akalar tushunadi. Zot boqadigan akalar tushunadi buni. Akalar, narxlar inshaalloh tushunarli bo'ldi. Agar videoda kamchilik, xatolik bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Muhammadjon akamni ekran ostida nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, xato kamchiliklari bo'lsa yana bir bor so'rab olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybeguz bilan bo'ldilar akalar. Like urib, aloqaga chiqayotganda Oybeguzdan ko'rib aloqaga chiqyapmiz deyish esdan chiqmasin. Joninglar sog' bo'lsin akalar, birgalashib yuksalyapmiz.